Xudovandni panohim deb bilganing uchun, haq taoloni qo'rg'onim deganing uchun, tushmas boshingga biron bir falokat, yo'lamas chodiringga ham qandaydir o'lat. U o'z farishtalariga sen haqda amr etgay, toki butun yo'llaringda seni asrasinlar. Ular seni qo'llarida ko'tarib ketar, oyog'ing ham toshga qoqilib ketmas. Sher va bo'g'ma ilon ustidan bosib o'tasan, arslon va ajdarni ezib tashlaysan. Marhamat. Rabbni maddilanglar. Ajoyib qo'shiqlar. Biz bu konsert dasturini hali disk qilib O'zbekistonga olib ketamiz. Uyg'urlar bilan o'zbeklarni birgalikdagi bu konsert men o'ylaymanki hali minglab o'zbeklarga, uyg'urlarga yetib boradi bu. Amin. Bu yerda muqaddas kitob aytadiki, bularni hammasiga Xudo sabab bo'ldi deydi. Amin. Agar Iso Masih bo'lmaganda, Xudo bo'lmaganda bunday imkoniyatlar yo'q edi. Hech qachon o'zbeklar bilan uyg'urlar bunchalik uzoq joydan bir-biri bilan birlashtirmasdi. Chunki Xudoning sevgisi, Xudoning muhabbati bugun siz bilan bizni birlashtiryapti. Kalomda ham aytadiki, bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Ha, Xudo Masih vujudida bo'lib, dunyoni o'zi bilan yarashtirdi. Odamlarning gunohlarini hisobga olmadi. Bu yarashish to'g'risidagi xabarni yetkazishni esa bizga topshirdi. Shunday qilib biz Masih uchun elchilik qilyapmiz. Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti.
Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. Biz Masih nomidan yolvoryapmiz. Xudo bilan yarashinglar. Marhamat, yangila meni. Raqsida Uyg'ur singlimiz, marhamat. Xudovandga umid bog'la, baquvvat bo'l, dadil bo'l, Xudovandga umid bog'la. Ibodatim, ey Xudovand, mening suyangan qoyam. Seni chaqiraman, meni eshitmay qolmagin. Sen menga javob bermasang gar, yer bag'riga tushganlarga o'xshab qolarman. Men senga yolvorib fig'on qilsam, muqaddas makoning tomon qo'llarim cho'ssam, munojatimga quloq solgin.